Men hozir beradigan savol 20 va 30 yosh orasidagi insonlar uchun tegishli. Sizda ham hamma narsaga ulgurish kerak degan vahimali his bormi? Atrofingizdagilar karyera quryapti, sayohat qilyapti, oila quryapti, biznes qilyapti, lekin siz bir joyda qotib qolgandaksiz. Bu quarter life crisis, ya'ni chorak hayot inqirozi deyiladi. Bu holat 20 va 30 yosh orasida bo'ladigan hayot yo'nalishi borasidagi kuchli ruhiy sarosima. Siz yoshlikni cheksiz imkoniyatlar va kattalar dunyosini qat'iy majburiyatlar orasida qisilib qolasiz. Miyangizda doimiy ijtimoiy qiyoslov, ya'ni o'zingizni ijtimoiy tarmoqlardagi boshqalarning ideal hayoti bilan solishtirish jarayoni tinimsiz davom etadi. Bu davrda paydo bo'ladigan qaror qabul qilish falaji. Ya'ni tanlovlar ko'pligi oldida qat'iy qadam tashlay olmaslik qo'rquvi sizni harakatsizlantirib qo'yadi. Siz yillar davomida intilgan bilimingiz, ishingiz aslida sizga quvonch bermayotganini ko'rasiz. Orzu qilingan hayot va real voqelik o'rtasida katta tafovut paydo bo'ladi. Bu shunchaki yoshlikning tushkunligi emas, bu hayot yo'nalishingizni qayta sozlanishi, ya'ni shaxsiy erkinlik mas'uliyatini anglash jarayoni. Siz ham xuddi mendek kechikmadingiz. Siz shunchaki o'z yo'lingizni qidiryapsiz.